Köpçülük şu videodan keyin bizden yaman görüşü mümkün. Mənəm sizədə yaşman, suya düşəsim gələdi, lekin təvsiyə verin Səbəbi? Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugungi video rolikimiz yana shunday cho'milish joylari, suv havzalari bo'ladi. Bu yer Bog'iyat katta videosida joylashgan. Ming yerlarga suv ochishni tavsiya etamiz aziz yurtdoshlar. Sababi xo'p aziz yurtdoshlar, ko'rganlaringizdek shu qatorlarda idalar bo'ladi. Men 10 yildan beri suv ochishmaga kelmadim. Sababini aytaymi? Sababi bizlar ham sizlardek vaqtimiz qo'lanmajoq o'ynadi. Ko'pchilik bizlar aytadi, suv ochishma beri borma deyiladi, lekin bizlar ne fark yok edi. Hozir o'zlarimizni boshimizga tushgandan keyin sizlar aytib turibmiz aziz yurtdoshlar. Shu ortada ko'rganlaringizni yaqinma kesganman. Ya'ni bu yon tarafdan bu tarafa o'taman deb, ya'ni barmoqim 3 tane barmoqimni teni kesib bergan. Suyaklaridan ko'ringan. Hozir o'rinlar nasi bor, chandiqlari bor. Ishonmasangiz, kelsangiz ko'rsataman. Keyinchalik şurada köpünün üstünden sakireydik. Köpünün teninde ta şu muşta ko'rganlaringizdek shu burchakinda setkin bir narsalar bo'ladi. Arena tashlagan vaqt ilishib qolib ko'rmay qolgan vaqtlarimiz ham bo'lgan. Bundan tashqari men o'zim ishida eng yakimni tenam kesgan aziz yurtdoshlar. Haqiqat bu. Shuning uchun bu yerlarga suv ochishni tavsiya etamiz aziz yurtdoshlar, taqiqlangan yerlari. Ko'pchilik shu videodan keyin bizdan yomon ko'rishi mumkin, lekin suv ochish tushmaslik o'zlarining havola, o'zlarining hayoti o'zlariga kerak. Bizga tavsiya etamiz lekin aziz yurtdoshlar.